Mana shu yerdan kallasi teshib chiqqan, mana so'z isboti bilan mana remen taqmasdan yurish qanaqa og'ir oqibatlarga olib keladi. Avariyaviy holatda oldidan qattiq urilgan Nexia 3 mashinamizni sotib olganmiz. Holatini ko'rib turibsizlar. Shopir oldidagi odam remenini taqmaganligi uchun mana shu yerdan kallasi teshib chiqqan, mana so'z isboti bilan mana qonlar, ponni. Nima deymiz? Bekordan bekorga aytilmaydi, xavfsizlik kamarini taqib yuringlar deb. O'z nomi bilan odamni xavfsizligi uchun chiqarilgan narsa. Lekin mashinamiz kaltagini qaranglar. Bu tomoni ham salkam 1 metr ichkariga kirib ketgan. Xo'p, yo'lda yurganda iloji boricha qonun qoidalariga amal qilib, tezlikni me'yoridan oshirmay yurishlarini so'rab qolamiz. Kimda DTP avariyaviy mashinalar bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Bu mashinamizni ham Namangan viloyatidan olib kelganmiz. Qaranglar, Nexia 3 ga lyuk qo'yib qo'yishibdi. Aloqaga chiqaverasizlar, rahmat, sog' bo'linglar.